أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى قال: ولا يصلي الوتر جماعة إلا في شهر رمضان عليه الإجماع. Vitr namazini shu Ramazonda ham jamoat qilib o'qiydi, boshqada yolg'iz o'qiydi. Bunda ijmo bor. Qala Abu Yusuf rahimahullah: "Iza qanata fil vitr la yajhar." Vitrda qunut duosi o'qib qolsa, ullik o'qimaydi. Vitrda qunut duosi o'qigan chaqda deymiz-da. Chunki mazhabda vitrda o'qish bor. Vitrda qunut o'qish vojib desak, vitrda qunut duosi o'qigan chaqda ishida o'qiydi dedi. ويقنط المقتدي أيضا لأنه دعاء. İmam işi de okuyanken cemaat mı işi de okuyordu. Çünkü bu dua. İşkisinin için işi de okuyordu. Çünkü bu dua. Udu'u rabbakum tadarru'a ve khufya innehu la yuhibbul mu'tadin. Vel afdalu fihi al-ikhfa. İşidiş evzel. Ve kâle Muhammed rahimahullah yechharul imamu ve yu'amminul ma'mum. İmam illik dua kılıyordu. Cemaat amin deb turdi. Xuddi Fatiha o'qigan chaqda amin degandek. Wala yaqra'u. Lekin oxir turgan jamoat o'zi qunut duosi o'qimaydi. Imom o'qisa oxir turib amin deb turdi. Wali shabahihi bil Qur'an. Ya'ni bir tarafdan bu Qur'onga o'xshab qolgan tarafim bor edi. Chunki shu duoni, ya'ni mazhab talga Allohumma inna nasta'inuka, shu qunut duosini xuddi oyatni o'tgandek, surani o'tib qo'ygandek aşında yetken diğer rivoyat bo'lg'achqa bu Qur'onning oyatidek deb o'ylab qolgan sahobalim bor. Qur'onning oyatimiki deb o'ylab qolgan sahobalim bor. Vaqtilafi sahabati hal huwa minhu awla. Lekin sahoba kiramlardan Qur'onning oyati bo'lish kerak deb qolganlim bo'lg'achqa, gerçi ko'pincha emas degan bo'lsa-mu, Qur'onga o'xshatib turib biz Qur'onning o'rnini qo'yib, Fatiha o'qigan chaqda imom ullik o'qisa kendiki cemaat okumay turibdi. Valla dalinsa amin deydi, nalki amin deb turdi. Vel munfaridu insha jahr. Yalg'iz o'qigan kishi xalsizlik o'qiydi qunut duosini va insha xafat xalisa ishida o'qiydi. Vel masbuqu fil vitr. Vitrga kechikib kelgan, kechikib ulgurgan kishi imom bilan qunut duosiga yetishib qolsa, masalan 3-rakatga ketdi. Imom bilan qunut o'qidi-ku, qunut qatnashdi imom bilan. La yaqnutu thaniyan fima yuqda. O'zi turib birinchi ikkinchi rakatni qazo qilishga, to'liqlashga turgan chaqda, u birinchi ikkinchi rakat bo'lg'achqa, burun qunut o'qib bo'lgan bo'lg'achqa, qayt qunut o'qimaydi. Li'annahu ma'murun bihi ma'al imami mutaba'atan lahu. Chunki u imom ash qunut o'qigan chaqda, 3-rakat qilgan chaqda imomga agishib qunut o'qishga buyurilgan. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fasara mawdi'allahu. Undan keyin shu imom bilan o'qigan 3-rakat shu qunutning o'rni bo'ldi shu. Joyi. Falaw qanata thaniyan yakun takraran lahu fi ghayri mawdi'ihi wa huwa ghayru mashru'. Ikkinchi qatim o'zi namozni to'liqlash uchun o'rni turgan joyda qayta qunut o'qisa, bu emas o'rinda qunutni takrorlagan bo'lib qoldi. ولا يزيد الإمام في التراويح على التشهد. İmam taravih namazda teşahhuddan ortiq bir narsa o'qimaydi. Teşahhud o'qitlan bo'ldi qiladi dedi. Ash vojib qilan ixtisor qildi demoqchi. Va in alima annahu la yusqilu ala al-jama'ati yazid. Yani bu nima uchun teşahhud bilan kifoyanda desa, taravih namozi uzun o'qilgan namoz bo'lsa, jamoatga ig'ir chiqqanmisin deb ash vojiblan qilib tağında atlab ketdi demoqchi. Qisqartib o'qiydi demoqchi. Lekin jamoat ko'taradigan bo'lsa, bundan durutmi mesela teşahhuddan keyin durut va duoni o'qib uzun o'qiydi deydi. Albatta sunnat o'g'ini o'shanmin joyda o'qish. Tamam? Chunki bu farz namoz emas. Sen ko'taranmasang, yerim olib to'xtab qolsang bo'ldi. Erib kelsan, sajda qilsang, asta o'ychib arama. Biz seni majbur ekanmi-do? Tamam? Lekin sunnat o'qiyman dedigansa, namoz o'qish qoidas bo'yicha o'qiysan. Teşahhud o'qilan salom berdi deydi. Yani cemaatga ig'ir kelib qolgan bo'lsa, teşahhud o'qilan salom berdi. Allohumma salli ala Muhammad masalan. Barik ala Muhammad, ya Allohumma inna na'udhu min azab al-qabr degandek bunda duoni o'qimaydi demoqchi.
Lekin bizda emas, unda shuni o'qiydi. Sallu kama ra'aytumuni usalli degan bo'g'achqa. Va yati bid-du'a. Va yati bid-du'a degan yazidu va yati bid-du'a. Shayx Payshanbadan to'g'ri chiqish kerak. Jamoat egri kelmaydigan bo'lsa, qatilgan durudni va duoni qatib o'qiydi deydi. Va yati bis-sana'i aqiba takbiratul iftitah. Yana takbir tushirgandan keyin dual istiftahgo al-istiftah deymiz. Ashuni subhanakallahumma degan ashu tasbihni deydi. Yani keyinda qo'shimchani elitimiz desa, 5-chi qo'shimchani elitib buni qisqartgan ekan demakchi. Lekin jamoatga egri kelib qolmagan bo'lsa, asham qo'shimcha bilan o'qiymiz. Ba'zi velosipedlarga shu turmuz qanot hammani elayotgan shu tumiva chaqva. Ya turmuz taydab qazib tutishdi. Hech kim kamaliyat ortiq narsa yo'q shu. Nima birdanday. Nima ekan biz deymiz jamoatga egri kelib qolgan bo'lsa-mu, malollik etgan bo'lsa-mu, joyda sunnat bo'yicha o'qiydi. Chidag'anga chiqargan. Chidasan o'qi, bo'lmasa o'girib baramal. Ammo jamoatning ba'zi odamlar sal uzun o'qisa, joyda o'qisa, shundan uzun o'qimdi u dedi. Shu namozni qaysilar o'qisa bo'ldi. Bu e'tiroz bildirish shartim yo'q. Qala va vaqtuha ma bayna al-isha ila tulu' al-fajr. Huwa sahih. Ash taravih namozidan, qiyamul layldan ki vaqti xuftan namozidan bamdaq namozi qadar arliq shu. Huwa sahih degan so'zlar Hanifi mazhabda bir qancha qarash borliqi, shuni ichida mushuni sahihga qolganimizning daif jiddan yoki fasid ekanligi ma'lum bo'ldi. Hatta law sallaha qabla al-isha la yajuz. Shunga ash qarasay bo'lg'achqa, xuftanni burun o'qib olsa, bu qiyamul layl dars kelmaydi. Shu ba'zi ulamolar deydi, kun patqannikilar kech kirdimi? Lekin shu namoshnikilar tahajjud o'qishni boshlasa, qiyamul layl bo'ldi-ku. Qiyam Ramazon, qiyam layla shumi. Chunki kecha qachon kirdi? Kun bitishdan kech boshimda. Lekin mana say qarashda yaqutdan keyin. Va ba'da al-vitr yajuz. Vitrdan keyin o'qilib qolishi joiz. Li'annaha tab'an lil-isha'i dun al-vitr. Chunki taravih namozi xuttandan keyin o'qilgan namoz. Lekin vitrdan keyin vitrdan oldi degan gap yo'q. Vitr taravihdan keyin o'qilgan namoz. No taravih vitrga tava emas, taravih xutanga tava. Lekin endi tan o'qib qo'yganlar bo'lsak, vitr o'qib qo'ygan bo'laydi, vitr o'qib qo'ymagan bo'laydi, o'qsak bo'ldi. Endi vitr o'qib qo'ygandan keyin taravih o'qishga bo'ludi shunama. Taravih o'qigandan keyin uniki vitr o'qimdiq yoki bo'ldash bir qatim o'qilmasa bu, bir qatim o'qilmamiz hisob. Chunki la vitran fi layla. Masalan ba'zidan da bak charchab ketib, ya atgan saada ishqilmasam bo'lmaydi deb aramalay deb yetibdi. Yetgandan keyin shundoq turadigan qadrki so'rab qolmaydi. Yoki bir savobga erishay, yoki jamoatning masjidi toza yangirtib taravih o'qiyotganlar jamoat turib, jiq jamoat o'qiyotganida anglab turib yetishni ko'ngli chidamay, qatchi turiblam tartib namoz o'qib ketdi. Vitr o'qib bo'lgan taqdirda. Bo'ldi, kecha namoz o'qisa bo'laveradi. Wal afdalu isti'abu akthar al-layl biha. An afzal o'g'ini kechining hamma qismida o'qish. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kan yusalli hatta yatawarrama qadama. Avval sal aramasi bu desa, afala akunu abdan shakuran degan nima? Li'annaha qiyamul layl. Qiyamul layl o'qigan ekan, kecha o'qigan yaxshi. Va yanvi at-tarawiha aw sunnatul layli aw qiyam Ramazon. Endi ko'ngilda nima niyat qildi? Eg'izdamasa, ko'ngilda ya taravih namozi deganni ko'ngliga tutdi, ya qiyamul layl yoki qiyam Ramazon, ya tahajjud degandek mazmunlarni ko'ngliga tutsa bo'ldi. Ya'ni bu mazhabda eg'izda niyat qilish kerak emas. An-niyya mahalluha al-qalb. Qala va yukrahu qa'idan ma'al qudrati 'ala al-qiyam li ziyadati ta'akkudiha. Endi bu shu taravih namozi bu mazhabning qarshida shuna muakkada bo'lg'achqa, bir ta'kidlangan bo'lg'achqa, musulmonlar izchil tashlamay kelgan bo'lg'achqa, bu boshqa narsadan alohida farqlanib, alohidalikka erishib, buni o'tirib o'qisa makruh bo'ldi demak. Albatta makruh bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nafl namozdan kecha namozdan endi o'tirib o'qigan bo'ldi. Albatta, yani mal qudrat al-qiyam debdi. Charchab ketgan avvalda maylimdi. Masalan, bundan o'shga sunnatni o'tirib o'qisa bo'lmaydi dedi-ku. Shunga o'xshash alohida ta'kidlangan demakchi. Qala va sunnatu khatmul Qur'ani marratan wahida. Sunnat ashu taravih namozida
Qur'onni bir qatim xatm qilib o'tish dedi. Ana o'sha Qur'onni tarovihda xatm qilish gapi nerdan kelgan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazonda Jibril bilan Qur'on tinchdi. Shundami? Rasululloh o'qipasi Jibril tanishadigan, Jibril o'qipasi Rasululloh tanishadigan mudarasa Qur'on, muaradatul Qur'on qildi. Oxirgi yili Rasululloh bo'lgan yili deydi, ikki qatim takrorlagan. Buni bizlar bir qatimdan takrorlagan. Yani mushunda qarab ulamolar Ramazon bo'lgan ekan, Ramazonda Qur'onni bir boshdan oyoq bir o'ngib o'tish. Davomli qanday innatana kalkavsar bilan alamtar kayfin bilan tinshamay boshqa durg'un surilnimi yil bu anglab boqmagan usullarni bir anglab boqsa, shundan keyin bundan bahramon bo'ldi deb, shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mudarasat Qur'on ma Jibril degan shu izlarga tayinib turib, tarovihdan bir qatim undab anglatga yaxshi degan. Albatta unda jamoatga jafolar qo'ymaydigan bo'lsa, lekin hadisda unda bir bekitga ahvol yo'q. Yaxshi eshimdi. Lekin bizning diyorlarimizda Qur'onni xatm qilgan, yangidan Qur'on yodlab bo'lgan bolalar tarovihda turib xatm qilish orqali qorilik unvonini oladi. Diplom olish murasim bo'ldi. Qala وعن أبي حنيفة يقرأ في كل ركعة 10 آيات ليقع له الختم. Xatm qilish uchun Imom Abu Hanifa har bir rakatda 10 oyatdan, ya'ni bir safidan deganlar-ku. Bir safidan o'qisa, 20 rakatda bir para, 29 30 kunda Qur'onni xatm qilib bo'laydi deb bunda bir cheshib baqqan, bilib baqqan. Wal afdalu fi zamanina miqdar ma la yuaddi ila tankir al-qawm an al-jama'a. Bizning zamonimizda, hozir bizning zamonimizda degan Muallifning zamoni mi, Abu Hanifa'ning zamoni mi? Muallifning zamoni. Muallifning zamoni 7-asr desak, ishlarni jamoat qilib namoz o'qishdan qashir o'tmaydigan darajada yengilroq o'qib berish shu yaxshi. Wal afdalu ta'dilul qira'ati bayna at-taslimat. Hamda afzala, masalan ba'zi farz namozlarda ixtilof bo'ldi, masalan birinchi rakatda, ikkinchi rakatda uzun qisqa o'qish masalasi, tang o'qish masalasi. Lekin ma'noda bayna at-taslimat. Mesela her iki rekatga o'qigan oyatlar masalan 20 oyat bo'lsa, keyingi ikki rekatga 20 oyat. Tang her iki rekatga chachqan oyat soni tang bo'lsa shu afzal. Va kaza bayna rak'atayni fi at-taslima. Yana her bir ikki rekatning birinchi ikki rekatda har biriga chachqan taqsim qilgan Qur'on tang bo'lsa, birinchi rekatda 10 oyat o'qimiz, ikkinchi rekatda 10 oyat. Yani ma ikki rekatda 20 oyat o'qigan bo'lsa, ikkinchi ikki rekatda 20 oyat. Bunda tang taqsim qilish shu afzal. Wal afdalu fi sunani al-manzil. Yani sunnat namozlarda, nafl namozlarda uyda o'qish afzal. Liqouli sallam afdalu salati rajul fi bayti illa al-maktuba. Qala illa tarawih. Tarawih masjid o'qish afzal dedi. Lianna shariat fi jamaa va qad bayyana. Yani tarawih nafl namozning qatoridan bo'lsa-mu, yo'l qo'yilishda jamoat bilan o'qish yo'l qo'ygan bo'lsa, jamoat bilan o'qish afzal. Lekin biz qildik qo'yatdim. Qarshi tarafdan fikrinimi? Jamoat bilan yo'l qo'ygan, lekin Rasululloh jamoat bilan o'qib bo'lgandan keyin oxir xususiyatda sallu fi buyutikum dedi. Davomkan uyda o'qishmi bir tarafdan afzalligi bor. Endi qunut duosini, ham shu uyda tarovih o'qish masalasida, ulamoning qarashini bayon qilsak, Imom Malik, Rabi'a, Imom Malikning ustozi, Imom Shafi'i, Ibrohim an-Naxai, Hasan al-Basri, val Aswad val Alqama uyda o'qigan afzal dedi. Uyda o'qish afzal dedi. Shu olimlar hammasi, Ibn Umar va Salim va Nafi val Qasim, shular hammasi kanu yansarifuna va la yaqumuna ma'an nas. Tandan salom bergandan keyin bular uyga kirib ketdi. Ibn Umarning sunnati bak eslagan sahabaga va uningki masalan Salim va Nafi degan shu balisi va azizgardilari deylar. Bular shunda qildi. Al-Qasim mashfuqa saba Madinadagi Qasimmo shunda qildi. Jamoat bilan tarovih o'qimay uyga kirib ketdi. Va ixtiyorut Tahaviy, Imom Tahawiyning tanlashi shu. Lekin bu qarashni qilib o'zini bor. Hamda tafsiroq sinf boshqa o'rganishlarda shuni izlayman. Ramazonning masalan xatmini qildik shunama. Xatma shu Ramazon ichida tamomlanib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oyni
Eşşehru hakeda ve hakeda da 29-30 buldu dedi. Nani hatma kılmak olsak 29 ya 30 tügeş kerak. Yani 27 tügettik. Mesela dikide 27 tügetip hatma duası okuyordu. 27 tügetip alayda dual hatma kılış, ya 27 to'g'rilab Qur'onni hatma qilish va hatma duosi o'qishning hukmi nima? Bid'atmi, mustahabmi? To'g'rilab hatma qilib duo qilish. Uzun duo qildi, sudaysiz. 1 soat alayda duo qildi. Albatta bu qunut duosi-ku. Qunut duodan duo hatm deydi shuni. Shuning hukmi nima? Bid'atmi, mustahabmi? yoki joizmi? Albatta Saudiya Arabistonining boshqa masalalarda tutgan o'lcham bo'yicha qilib qilsak bid'at bo'lib chiqishi lozim. Garchi buni qilayotganlar Saudiya Arabistonidagi ulamolar bo'lsin. Chunki bid'atga nari o'z bid'at bo'lgan. Saudiyalikda qilsa bid'at bo'lmaydigan, Uyg'urlar qilsa bid'at bo'ladigan shu. Ma'noga o'shani tafsirda shakllanadi. Faslun قال صلاة كسوف الشمس ركعتان كهيئة النافلة. Kun va oy tutilgan chaqda o'qiladigan namoz. Ya'da kun tutilish namozini tilg'aldi, oy tutilish vaqaligidimi namoz o'qish bor. Hanafi mazhabda balki uyda o'qiydi deyish mumkin. Bu namozmi nafl namozlar jumlasini bo'lg'achqa shu navafil babiga kirgizdi. Endi shu namozningki odim bayon qilgani o'qish uslubini bayon qildi. Tarifi, hukmi degan gap yo'q. Tamam. Kusuf bilan xusuf, oy va kun ko'pincha masalan quyosh qilsak, quyoshninki nuri yo'qolib, ko'rilmaydigan holatda qoplanib ketgan, yugilib ketganini bildirgan so'z. İnkesafat desak, qaragan kishining ko'zi ko'rilmaydigan shaklda qop-qora bo'lib ketgan, tutilib qolgan ahvolni ko'rsatadi. Ba'zi ulamolar kusuf degan so'z oy tutilganmi, kun tutilganmi ishlatadi desa, ba'zi ulamolar kun tutilgan ahvolda kusuf deymiz, oy tutilgan ahvolda xusuf deymiz degan. Lekin arab tilida har ikkisiga ishlatish bor. Lekin ko'pincha ahvolda ishlatish kusuf lish-shams va xusuf lil-qamar. Sahih Buxoriydami shams, ya'ni quyosh uchunmi xusuf so'zi kelgan. Ba'zi ulamolar kusuf bo'lsa bir qismi tutilishini ko'rsatadi, xusuf bo'lsa to'liq tutilishini ko'rsatadi degan. Bu kusuf bilan xusufning bu nima sababdan bo'ldi desa, oy bilan quyoshning oralig'iga yer shari kirib olsa, oyning tutilishi bo'ldi. Yer shari bilan quyoshning oralig'iga oy kirib olsa, zaman kun tutilishi bo'ldi. Yakan buni shu astronomlar obdoroq bildigan islom. Salatul kusufning hukmi nima? Salatul kusufning hukmi sunnat. Bu asosan ko'pchilik ulamolarning qarashi. Yoki ijmoa desakmi bo'ldi, lekin Hanafi mazhabidagi ba'zi ulamolar, bizning shu O'rta Osiyo tarafidagi mashayikhlarimiz ba'zilar vojib deb qaragan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam salatul kusuf o'qishni buyurgan. Inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukhawwifullohu bihima ibadahu fa idza ra'aytum shay'an min zalika fafza'u ila as-salah. Yani istiğfar ve dua diyendek rivatli var. Yani Resulullah namaz o'qishga, istiğfar etishga, duo qilishga buyurgan ekan, vojib degan yerga berib qoladi. Chunki al-amru lil-wujub dedi. Qur'on Karimda va ma nursilu bil ayati illa tahwifa deb keldi. Yani shu salatul kusuf vaqaligi hadisi 24 sahobadan rivoyat qilingan. Bunun içinde Esma ve Ayşe bint Abi Bekr radıyallahu anhum, onun başka İbn Abbas, Ali, Mughir ibn Şu'be qatorliq sahabe kiramlar bor. Kusufning sababi nima esa, sababi biz bayon qilgandek, ashunda yer sharining quyoshning o'rnining yana bo'lishi. O'ttirda bir narsa to'sib olganlikdan. Lekin bu hissiy sababi desak, ya'ni biz ko'rib turgan moddiy sabab shu. Lekin buningki asos sababi Alloh taolo bandalarni qo'rqitib, gunoh ma'siyatdan yanson, kaboirni tashlasin, Allohga qaytsin deb qo'rqitish uchun Alloh taolo shuni o'rnashtirgan. Bu salatul kusufningki tarifi va hukmiga munosabatlik bayonlar. Bu salatul kusufni o'qiydigan vaqt qaysi desa, albatta kun chiqqandan tortib tutilishi mumkin-ku, kun chiqishdan tortib. Hanafi mazhabda kun chiqqandan keyin, nayz bo'yi ko'tarilgandan keyin nafl namoz o'qish joiz bo'ladigan vaqt bor. Chashgoh vaqti kirgandan tortib o'qishga bo'ladi. Unda ilgari tutib qolsa, namoz o'qimaysa,
Çünkü bu ko'tarilayotgan va chashga qadar nafl o'qish shaklangan chaqda deydi. Asrdan kimmi kun tutilgan holatda kusuf namoz o'qimaydi deydi. Bu qarash İmam Savuri, Layth va Hasan Basri qatorliqlarga qarshi İmam Ibn Munzir mushu qarashni tanlagan. İmam Malik rahmatullohi alayhi kun qiysayg'andan keyin o'qimaydi degan. Yani bir qarashda qiysayg'andan keyin o'qiydi dedi. Yani bir qarashda asrdan keyin o'qimaydi dedi. Saq ibn Rahway asrdan keyin o'qiydi, kun sarg'aygan qadar dedi. Bomdatdan keyin o'qiydi dedi. Kun chiqayotgan chaqlar tutib qolgan bo'lsa, nayz bo'yi ko'tarilganga qadar o'qiydi. Lekin 3 vaqt o'qimaydi. 3 vaqt degan emas, kun chiqayotgan, tiklashgan va petayotgan chaq. Lekin kun petayotgan chaqda tutilgan chaqda hamma ulamolar o'qimaydi dedi. Ana bu yerda salatu kusufi shams rak'atani dedi. Hozir kusufi shams namozininki necha rakatligini bayon qildi. 2 rakat. Shunami? Hamma olimlar 2 rakat deydi buni. Lekin muhim bo'lgani hozir ixtilof bo'lgani sufti. Ham shu 2 rakat namozni qanday o'qiymiz degan. Ya'ni bu mazhabda shu 2 rakat salat kusufi shams odatda biz o'qiydigan namozlarga o'xshash. Bundan 2 rakat sunnati, bundan 2 rakat farz degandek, shunda 2 rakat o'qiymiz. Biz biladigan shu namozni o'qiymiz. Lekin azan to'lanmaydi, takbir tushirilmaydi. Jamoat olib o'qiydi. Kahayatin nafila, odatdagidek. Mush qarash hozir odatdagi namozdek 2 rakat namoz o'qiymiz degan qarash tabi'lardan İbrahim an-Nakhai, undan boshqa Savri ibn Abi Layla, yana Abdullah ibn Zubayr va boshqa sahobalarningki qarashi. İmam Şafi, İmam Malik ve İmam Ahmad ve Hicaz ulemalari, yani cumhur deydi bunlar. Salatul kusuf 2 rakat bo'ladi. Lekin har bir rakatda 2 ruku bor. Her bir rekatta 2 ruku qilish bor. Nolki har bir rakatda 2 ruku, har bir rakatda 2 sajda, ama her bir rekatta 2 qiyom degan. Bularning qarashi shu. Bu qarash Davud az-Zahiri, Abu Thawr, İmam Ahmaddan mush qarash keldi. Davud az-Zahiridan Abu Thawrdan keldi. Endi İmam Ahmad va Ishaq ibn Rahwaydan kelgan yana bir qarashda her bir rekatta 3 ruku qilamiz. Yana Tavus ibn Kaysan va Hubayb ibn Abi Thabit va Abdulmalik ibn Jurayj qatorliqlarning kelgan qarashda har bir rakatda 4 ruku qilamiz. Har bir rakat 4 ruku, lekin 2 sajda bor edi. Bu qarash Hazrat Ali va Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan. Yani Said ibn Jubayr, Ishaq ibn Rahwaydan yana bir qarash va Muhammad ibn Jarir at-Tabari va Shafi'i ulamadan ba'zilar salatul kusufda mancha rakat ya mancha ruku degandek belgili bo'lish yo'q. Ruku qilib, sajda qilib, ruku qilib, sajda qilib o'qiyverdi debdi. Endi bundan tafsili qanday o'qiydi? Vallohu alam. Bundanki hozir masala, ya'ni bu mazhab shu odatki namozdagi o'xshash o'qiymiz dedi. Boshqa ulamolar odatga namoz o'xshamaydi dedi. 3 ruku, 4 ruku, 6 ruku, 8 ruku, 2 ruku qilmizganlarmisa odatga namoz o'xshamaydi degan. Hanifi mazhab bilan faqat Ibn Abi Layla va Savri qatorliqlar bor. Al-Miyada Hanifi mazhabning dalilini ma kitobda bayon qildi. Lima rawa jama'atun min as-sahaba minhum Ibn Mas'ud va Ibn Umar, ba'zi kitoblarda va Ibn Amr deb yozilgan. Lekin shu ixtiyorningki qo'lyozma 2 nusxasida Ibn Umar deb kelgan. Ibn Umar deb kelgani to'g'ri. Ibn Umardan mo rivoyat qilingan bo'lg'achqa shu 2 rakat, odatdagidek 2 rakat o'qildi degan qarash. Ibn Umar deganimi to'g'ri, Ibn Amr deganimi u to'g'ri. Chunki Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhudan mo unda odatdagidek 2 rakat o'qildi degan rivoyat kelgan. Va Samura ibn Jundub yoki Jundab radhiyallohu anhu val Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu musabildan odatdagidek 2 rakat o'qiymiz deb keldi. Başqa o'qiymiz degan rivoyatlar boshqa nurg'un sahobadan kelgan. Asma, Aisha, Ali, Ibn Abbas chiqlar. Lekin odatdagidek o'qiymiz degan rivoyat musabildan keldi. Bular rivoyat qildi, anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam salla fi kusufi shams rak'atayn kahiyati salatina va lam yajhar fihima. Salat kusufda biz odat o'qiydigan, biz biladigan namozdek o'qidi, unda qiraatni ichida o'qidi dedi. Mana
Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuning hadisini ma kitobda Imom Ahmad rivoyat qilgan deb kasafatish shamsu ala ahdi Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam faqama wa qumna ma'ahu fa atala al-qiyam hatta dhananna annahu laysa biraki'an thumma raka'a falam yakad yarfa'u ra'sahu thumma rafa'a falam yakad yasjudu thumma sajada falam yakad yarfa'u ra'sahu thumma jalasa falam yakad yasjudu thumma sajada falam yakad yarfa'u ra'sahu ثم فعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى حديث حسن يعني قيامدمو shunda uzun turib ketdi biz bugun ruku qilmayapmiz deb qoldik keyin ruku o'ribdi endi rukudimmo 5 ko'tarib turavergandan keyin rukudim 5 ko'tarmay olishib deb qolgan qadar shunda turib ketdi keyin sajdaga bordi shunda har bir qadamda shunda uzun turganlikni ko'rsatdi İmam Ahmad Samara ibn Jundab radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilgani maktabda bayon qildi. Wa wafaqna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hina kharaja ila an-nas fastaqdama faqama bina atwal ma qama bina fi salatin qat la nasma'u lahu sawta thumma raka'a ka'atwal ma raka'a bina fi salatin qat la nasma'u lahu sawta thumma sajada bina ka'atwal ma sajada bina fi salatin qat la nasma'u lahu sawta thumma fa'ala fi ar-rak'ati ath-thaniyah mithla dhalik ma huwa ajiz kan. Undaki Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan kelgan rivoyatni Imom Abu Hanifa rivoyat qildi. Abu Musa al-Ash'ari rivoyat qilgan hadisni Sahih Buxoriy va Muslimda rivoyat qildi. Khasafatish shamsu faqama an-nabiy sallallohu alayhi wasallam fazi'an yakhsha an takuna as-sa'a فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. لكن مشير ده عادة كنا مزق أغان دي مضمون بعد ما يكشن في مزق. Yana Abu Dawud rivoyat qilgan hadisda biz bayatın İmam Ahmad rivoyat qildik. İmam Abu Dawud rivoyat qilgan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhudan. Ondan Sahih Buxoriy Muslimda bayatın qilsa Abu Musa al-Ash'aridan keldi. Sahih Buxoriy va Muslim. Yani Buxoriyda an Abi Bakrata radhiyallohu anhu qala khasafat ash-shamsu ala ahd Rasulilloh sallallohu alayhi wasallam fa kharaja yajru ridaahu hatta intaha ila al-masjid wa thaba an-nas ilayhi. Yani kishilar to'plandi demak. Rasulullohning atrofiga to'plashdi. Fa salla rak'atayn fanjalat ash-shams. Fa salla rak'atayn lam degandan keyin shu odatga biz bildigan 2 rakatga bardo deb tushundik. Yana Sahih Muslimdagi hadisda Abdurrahman ibn Samura rivoyat qilgan hadisda kelishicha fasalla rak'atayn deb keldi. Lekin Buxoriyda fasalla rak'atayn fanjalat shams dedi. Sahih Muslimda fasalla rak'atayn deb keldi. Bunda 2 rakatlam o'qidi deb kasa hani bir mazhabning demak yo'g'ini bunda kelib qolsa shu odatdagi 2 rakat deb tushunamiz buni. Allohda bir 2 rakat bo'lgan bo'lsa uni manda shakldagi manda 2 rakat deydi demakchi. Yani bir mazhabninki kusuf namozini odatda o'qiganligiga dalil shu. Yani bu shu rivoyat qilgan hadislar ba'zini hasan ba'zini doif dedik. Buxoriy Muslimda 2 hadis keldi-ku. Başqalarına hasan doif degan bo'lsa-mu, uni biz taraf qiladigan bo'lsa-mu, jumhur ulamolar ma Sahih Muslimda va Buxoriy kelgan 2 dalilni biz taraf qilolmay, bu rak'atayn degan gap yaqmanda bir gapda bunday deb har xil takalluf bilan ta'vil qilishga urinib boqqan, lekin urinib boqsa-mu qo'llashmagan. Lekin bu mazhabning dalili sahih hadis, hasan hadis va doif hadis ujuqlarning hammasi shu dalil bo'ldi. Meydan şahit olanda Türkler grubu dinlediğinde bir resmen ayda okumanı çıkarmasa İbn Mesud Halil'de mesela. Onun daliliga ham degimiz. Ba'zir bu mazhabning dalili. Yani bu mazhabning boshqasini hisob qilmasak, Buxoriy Muslimniki fasallar rak'atayn degan so'z bor, bo'ldi shu dalil. 2 rakat o'qidi degandan keyin biz hozir har qanday birsiga bir musulmon 2 rakat namoz desa qanday namoz desimiz qildi? 2 rakat namoz. Ya'ni har bir rakatda bir ruku qilish namozi. Qala va i'tibaran laha bighayriha min as-salawat. I'tibar degan so'zimiz qiyosdir. Va uningdan boshqa namozlar qiyos qilsakmi, shunda odatdagidek 2 rakat chiqadi dedi. وقال صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس إذا رأيتم شيئا من هذه الأشياء فافزعوا إلى الصلاة namozga aldiranlar darhol namozni tutishqilinglar dedi. Fayansarifu ila salatil ma'hudati wa hiya ma zakarna. Lekin namozga aldiranlar degandan keyin biz bildigan odatdagi namozga bordi bu gap.
Bizden degenimiz mu? Muşo deydi. Fefza'u ile salat degan rivayet muttafaqun alayhi hadisda kelgan. Qala ve yusalli bihim imamul cuma. Hamda boshqaning daliliga qaraydigan bo'lsak, ulamo sahih hadislardan dalil keltirgan. Buxoriyda, Muslimda va sunan kitoblarida kelgan sahih hadislar bor. Yani şu her bir rukuda 2'den, 3'den, 4'den, 6'dan, 8'den diyendek rukunu tilga algan hadislar var. Yani bir mezhebninki başka şekilde kelgan hadislarga bo'lgan javobi mush hadislarda salatul kusuf rivoyat qilgan hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga do'zax bilan jannat ko'rsatilgan. Do'zax ko'rsatilgan chaqda oxirgi bir qadam dojig'an, jannat ko'rsatilgan chaqda oldiga bir qadam chiqqan. Hatta üzümden bir sabah üzmekçi olgan. Bunda ahval buldu. Belki mujna bir ahval bolsa, ruku qilgan ahvaldan daim qilgan bolsa, besini ko'tarib qaragan bolsa, keyin tug'alla rukudan besini ko'tarib, yana ruku ibodi deb, ikki rukuda tushunib qolgan bo'lishi mumkin. Bu bir. İkinci ehtimal, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taki quyosh eshilib ketganga qadar tutilish, oyoqlashgan qadar namoz o'qiladi dedi. Namaz o'qitib, ruku verib, rukuda uzun turib, ruku turgan chaqda quyoshga qarab baqqan bo'lishi mumkin. Eshildimi, eshilmadimi? Buna qarab baqib, eshilmoqda. Ya'ni ruku verib, davomlashtirgan bo'lsa, keyin turganlar Rasulullohni do'rab, qarab baqib, uni ruku qilib, uni oxir turganlar, ikki ruku qildi Rasululloh deb uni tushunmay, ikki ruku deb qilgan bo'lishi mumkin. Yoki yani bir ihtimal uzun turaverganki rukuda bunda turib yarım saat turdi, 1 saat turdi deylar. Keyin yanda semallohu liman hamida desa biz anlamay qoldikmi? Nima ish bo'ldi deb beshini ko'tarib qarab baqqan bo'lishi mumkin ba'zi. Qarab baqqaniki uning oxir turganlar qiyomga qaytib yana rukuga de ikki ruku qildi deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Yani mushunda ehtimolliklar bor edi. Bunda ehtimollik bo'lgandikan, Hanifi mazhab ikki rakat odatdagidek o'qilgan sahih rivoyatga tutib turib, ma ehtimollik bo'lgan ma hadislarni ittirob babiningda deb ittirobmi ajiltirgan bir matndagi masala. Ittirob bor. Chunki bu ittirob qanday? Ikki ruku qilib deb keldi, shunami? 4 deb keldi, 3 deb keldi, 6 da, 8 deb kelgan ekan, ma ittirob bo'ldi. Undan keyin biz ikki degan sahihni Allah buni kuchlantirdigini bizningki barliq namozga qiladigan qiyos unda bir asli bor. Ya'ni odat namoz bir ruku bilan bo'ldi degan bir asli bo'lgan ekan, ma sahih bilan ma aslini birlashtirsak, ma kuchlanib ketadi. Lekin ma har xil rivoyatli kelgan ekan, ikki desak, amza 4 deganni qanday qilamiz? Uni javob beraman. Ikki sahih desak, 4 degan sahih chiqib qolsa, uni amal qilish lozim. Undan keyin hozir 2 deganlarga qarta 2 deganni olamiz deb turvasangiz, 4 deganni olishingiz lozim. O'xshash. Lekin bular o'zaro bir chiqqan bir olmagan ekan, odatdagi namoz o'qiymiz deganlarni bilmasa bo'lgan ekan, odatdagi namozga qiyos qilish bilan va sayyidisni tutish bilan hadislarni olmadi. Ya'ni bu mazhabniki qarash shu. Bu bir tarjih qilish usuli. Chunki rivoyatlar o'xshash chiqmadi bunda. Bunu birini tutuş lazım, birini tanlash lazım. Bunu qan tanlaymaysa, ikki ruku deganni tanlasa, 4 rukuni nimishni tanlamadan degan gap chiqdi. 4 ruku deganni tanlasa, 2 nimishni tanlamadan 6 da 8 nimishni tanlamaysiz degan gap chiqdi. Lekin 1 ruku deganni tanlasa, odatdagi namoz shunda o'qilibdi desa, ma'un sal mustahkam. Yani musho jalliq. Shunga Ibn Munzir Hanifi mazhabning mushqarish jalliq bo'lg'achqa, garchi u ko'pincha mas'alada Shafiy mazhabining jumhurninkini yoki ahli hadis yaqilgan qarashdan tutmaydigan bo'lsa-mu, Imom Shafiyning mazhabiga xilof kelsin va Hanifining tutmaydi degan tarjih qilgan. Ya, itiraf fil matn. Bir acizlik qildi shu. Unda deb o'tirishga ulamolar hozir masalan ulamoning qarashini bayon qildik. Masalan Ishoq ibn Rahoydan ya Imom Ahmaddan xil rivoyat keldi. Lekin boshqalarimiz birini tanladi bular. Bunda hammasi bunda har xil kelgan. Bir rukular o'qsang bo'ladi, 2 bilan bo'ladi, 3 bilan bo'ldi, 4 bilan bo'ldi, 6 bilan, 8 bilan bo'ldi degan ulamolarimiz shu. Ularga iysi yo'q hozir. Rivoyatlarning bir qadar namozda kelgan rivoyat. Uni qo'llanmaydi. Bu necha qatim o'qigan bo'lishi mumkin. Kusufni
necha qatim o'qigan bo'lsin. Ana davlat ko'p qatim o'qigan bo'lsa, birinchi qatim, ikkinchi qatim nasib bor. Ya'ni ko'p qatim bo'lar. Birinchi qatim qiz, ikkinchi qatim nasib qildi, qasi ilgari qasi keyin buni qanday isbotlaymiz? Isbotlashdan tarix lozim. Va Sahih Buxoriy rivoyatida ko'pincha shu İbrahim alayhissalom, Rasululloh sallallohu alayhi o'g'li İbrahim alayhissalom o'lib ketgan chaqda kishilar kun İbrahimning vafot bo'lganligi uchun tutildi. Shuning g'azi tutib, qarliq tutib tutildi degan bo'lg'achqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qib bo'lib, endi sana aytib, kishilarga inna shamsa val qamara ayatan min ayatillah la yankhasifani yoki la yankasifani limawti ahadin wala lihayatihi yoki limawti ahadin minan nas fa idza ra'aytum dhalik fasallu fafza'u ila as-salah vad'ulloh vastaghfiru deganda g'andarvalik. Yani bu İbrahimning vafot bo'lgan chig'i deymiz. Undan boshqa holda buni tilgan bo'lishi mumkin. Yani ilgari kelligini qilib bo'lmaydi. Namazı oxirida shu kun tutishni boshqarib ba'da shu kun ijroga o'qish. Buni shart deyapsizmi? Ya unda shart emas. Hadisda hatta tenjeli dedigo, hatta tenjeli shams shunama. Bu ashunda tutuluş ayaqlashgan qadar namoz o'qisa bo'ldirilgan bildirdi. Ayın bir hadisda tafza'u ila salah va du'a va istig'for degandikan namoz o'qib ashunda davomlashsin bo'ldigan. Ya bir qismini namoz o'qib, bir qismida duo qilib, bir qismida istig'for masalan, ayında qisi bo'ldiganligini ko'rsiz. Undan ekan namoz o'qib, namozdan keyin o'tirib duo qilamdi, istig'for aytamdi, bo'ldi. Cho'qim zar oxir qadar o'qish lozim degan gap yo'q. Nika oxir qadar shu namoz o'qisa bo'ladi. Hatta tanjaliya degan bo'g'achqa. Qala va yusalli bihim imamul juma. Jamoatga juma imomi, juma xutba xunumi namoz o'qib turdi dedi. Bu namozni jamoat bilan o'qiganlikka mushuni turdi. Shu Imom Tahaviy rahmatullohi alayhi mush namozni yo juma o'qiydigan jamoada yoki hayit namoz o'qiydigan hayitgoh tuzlanlikda maydonda o'qiydi degan. İmam Şafii ve İmam Ahmed mezhebinde mescid o'qish sunnat. Çünkü Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mescid o'qigan. Yana kusuf vaqti va hayitgohga chiqib nima qilishga yetishmay qolishi mumkin. U hayitgohga chiqib yarim soat unda vaqt ketgan bo'lsa, vaqt o'tib ketib qoladi degan. Yani mushunga munosabatlik ahkamlardan oy tutilgan chaqda Hanifi mazhabda jamoat bo'lib masjidda namoz o'qish yo'q. Yoki jamoat bo'lib namoz o'qish sunnat emas. Uyda ixtiyoriy namoz o'qiydi. Nima uchun degan chaqda oy tutilgan chaq, kech yoki kecha o'g'achqa kishilar o chaqda yig'ilib bo'lishi qiyinga tushadi. Burungi zamonlardan chiroq yo'q, ko'chalar qorong'u, laypatqoq bo'lgan chaqlar. Lekin hozir kechada yig'ilishi qulay bo'lishi mumkin shaharlarda. Qala li annahu ijtima'un. Chunki nurg'un odam to'plashib o'qiydigan namoz bo'lg'achqa jumaga o'xshash jumaning imomi o'qib berdi. Jumaning imomi bo'lmasa, uning izbasari o'qiydi. Nima uchun degan chaqda buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi o'qigan. O'zi imom bilan o'qipadi-ku. O'qigandan endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning izbasari xalifalikda. Xalifa juma imomini tayinlaydiganlar. Juma imomi xalifaning izbasari bo'ldi. Undan keyin shu Rasulullohning o'rnida turgan kishi edi. Albatta da ulamalarım varasatul anbiya bo'lganki ulamalar bo'lib qolsa, uni o'qipasin bo'ldi. Bu yerda fayshtaratu naibul imam taharruzan anil fitnati kal juma. Jumadimi boshqalar xalqancha imom bo'lib, patparaqchilik qilib qolsa, ko'ngil og'riqi yoki shunda ziddiyat yoki hukumatga chaqirgan ishlar bo'lib qolgan bo'lg'achqa, shu muqim imom o'qiydi demoqchi. Qala va la yajharu lima taqaddam. Lima taqaddam degani shu 4 sahobadan kelgan rivoyatda valam yajhar fihima degan bo'g'achqa, Hanifi mazhabda salatul kusufning qiraatini ichida o'qiydi, jahri o'qimaydi. Bu hamda shu namozda qiraatni qanday o'qiydi degan masalaga munosabatlik. Hanifi mazhabda mush Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qarashi hisob. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi va yana Imom Muhammad rahmatullohi alayhi, Imom Muhammadni aniq kelgan bo'lsa-mu, imom bilan birga mushqarashlik ekanligi aniq emas. Har xil kelib qolgan bo'lsa, ko'pinchida imom bilan birga deb kelgan bo'lg'achqa,
Abu Hanifa bilan Muhammad, ya'ni Imom Malikdan kelgan mashhur qarashda, Imom Shafiydan kelgan yana bir qarashda mazhabga vakillik qiladi deb Imom Navoiy muayyanlashtirgan qarashda va Imom Laythdan kelgan qarashda kusuf namozda ishida o'qiydi. Lekin husuful qamarda ullik o'qiydi deb kelgan. Yani bu mazhabdagi ulamolardan Imom Abu Yusuf rahmatullohi alayh, ya'ni Imom Ahmad va Ishaq bular kusuf shams va husuful qamar har ikkisida ullik o'qiydi degan. Bular yani Abu Hanifa, Imom Malikdan kelgan mashhur qarashda, Imom Shafiyninki mazhabga vakillik qiladi deb Imom Navoiy muayyanlashtirgan qarashda va Layth ibn Sa'd mushu olimlarning qarashida kusufda ishida o'qiydi, kusuf shamsda, kusuful qamarda ullik o'qiydi degan. Imom Abu Yusuf, Imom Ahmad va Ishaq bular har ikkisida ullik o'qiydi degan. Muhammad ibn Jarir at-Tabari ishida o'qsin bo'ladi, ullik o'qsin bo'ldi o'xshash degan. Nima uchun degan chaqda hadislar ullik o'qidimi, ishida o'qidimi deganda har xil mazmun chiqadigan shaklda o'xshash bo'lmay ixtilof bo'lib qolgan. Yani hadislarning ullik o'qishni yo ishida o'qishni bildirishi ehtimolli bo'lib qolgan. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ishida o'qiydi deganga Ibn Abbas radhiyallohu anhu'ninki faharazna qira'atahu, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamninki ash namozda, kusuf namozda o'qigan qiroatini sura Baqaraga barobar keldi. Birinchi rakatda sura Baqaradek o'qidi, ikkinchi rakatda Al Imrondek o'qidi deb mo'lcharladi degan rivoyati dalil. Mo'lcharliq sura Baqaradek keldi deb mo'lcharliq deganda shu men anglamadim nima o'qiganligini degan gap. Anglagan bo'lsam falan surani yarim yoki o'qidi deydi. Lekin bunga menda bir javob bo'lishi mumkin. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Rasululloh vafot bo'lgan chaqda yoki vafot bo'lishdan ilgari 13 yosh 14 yosh vaqtlarda ko'pincha safning oxirida ayollarning safining oldida, erlarning safining keyinda turdi. Ondan keyin shunga nima qiroat qilganligini anlamagan bo'lishi mumkin. Ullik qilgan bo'lsa-mu, nima qiroat qildi, o'cha mikrofonli bo'lmagan ekan, anlamagan bo'lishi mumkin. Xuddi namozga assalomu rahmatulloh Allohu akbar deb qo'ydi degan Ibn Abbas radhiyallohu anhu ma kunna na'rifu qada salat Rasululloh sallallohu illa bit takbir deb shu anlamay qilib keyin undan zikrni anglagan deb nima qildi-ku? Yana Ibn Abbas radhiyallohu anhu hadisi Imom Ahmad rivoyat qilgan, Imom Bayhaqi va boshqa rivoyat qilgan hadisda ma sami'tu minan nabiy sallallohu alayhi vasallam fi salatil kusufi harfan degani bir og'iz so'zni anglamadim, ya'ni qiroatidan bir og'iz so'zni anglamadim deb kelgan. Endi anglamadim deganimi, asarning oxirida bo'lg'achqa, orliq jiroq bo'lg'achqa anglamagan bo'lishi mumkin. Sahih Muslimning kelgan rivoyatda Aisha radhiyallohu anha rivoyat qildi, annahu sallallohu alayhi vasallam jahara fi salatil kusuf. Sahih Muslimda kelgan. Ya'ni Abu Dawud rivoyat qilsa qira'atan tawilatan fajahara biha deb keldi. Bundan keyin jahr o'qish sal ig'ros bilan ma'noda. Bu salatul kusuf, masalan shaxsan men bizning diyorimizda unda bir jamoatning o'qilini anglab boqmagan. Bizning diyorimizda farq qilingan sunnatlarning biri bo'lishi mumkin. Qala va la yaxtubu, xutbani so'zlamaydi. Li'annaha lam tunqal. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamniki alohida bir xutba so'zlaganligi naql qilinmagan. Rasululloh so'zlaganmi, so'zlamaganmi? Yani bir mazhabning qarashi salatul kusufda xutba bo'lmaydi deydi. Xutba o'qish yo'q. Chunki hadisda buyrug'ini fayda raytum zalika fasallu hatta tanjali shams dedi. Yoki istig'for aytinglar, duo qilinglar, namoz o'qinglar dedi. Lekin kusuf bo'lgan ahvolda biz qilgan ishni o'sha hadisda bayon qilib o'tgan. Buning ustida imom so'zlison jamoatga degan gap yo'q demoqchi. Imom Malik mush qarashni tutgan, Imom Ahmadmi Imom Ahmaddan kelgan ikki rivoyatning asahida mush qarashni tutgan. Imom Shafiy rahmatullohi alayh namozdan keyin ikki xutba o'qiydi degan. Yani jumaning xutbasida ikki xutba. Mesela Eid namozdan keyin o'qiydi-ku, Eid namozdan keyin juma namozida ikki xutba so'zlaydi degan. Chunki hadisda Hazrat Aisha rivoyat qilgan hadisda fasalla thumma khataba fahamidalloha va asna alayhi thumma qala
İnne şemse vel kamera ayatan min ayatillah ila ahirih. Şahadet kelip durup hamd sana aytib bunda nutq sözde de keldima. Yani mana sözde mana Rasulullah sözgen. Rasulullah aytgan bolsa Rasulullah sözende endi sözleymiz dedi. Degan Hanefi mazhabi yak jumhur bunun qartanında javob berdi. Asli Rasulullah sallam o çağda bu sözley deb ataytın yani mush namazning bir qoidasi bo'lganlikdan so'zlamagan. Lekin shu chaqda kishilar kun İbrahimning vafoti uchun hozir tutishib berish uchun qarliq tutib tutildi degan bo'lg'achqa shu gap uchun shar'iy hukmni bayon qilib qo'yish, izohlash uchun nutq so'zlagan. Yani aşılağa reddiyaverib bu yerda kun tutishning Alloh taolaning bir oyati, ya'ni alomati, belgisi ekanligini bildirib qo'ygan deydi. Yani Şafii mazhabiga nisbatan yani bir reddiya so'zlasak ma'qulmishini so'zli desakmi, endi bir ish bo'lib qolsa, munosabat bo'lib qolsa, izohlaydigan bir ish bo'lib qolsa, Rasululloh izohlagandek izohlab qo'ysa bo'ldi deymiz. Lekin uni sunnat demaymiz deydi. Sunnat demaymiz deydi. Yani siz degandek bo'lsa endi bu ikki xutba degan gap nereden chiqdi? Bu hadis kelganmi? Rasululloh shunda debdimiz, inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah fa idza ra'aytum shay'an min zalik fafza'u ila as-salat debdi. Qalbida unda bular bir o'tirib keyin qo'pti degan rivoyat bormi? Yo'q. Lekin ma'vo ikki xutba degan tarafi baklam ojizim. Qala wa yutawwilu bihimul qira'ata. As-salatul kusufta jamoat ulab o'qigan bo'lsa-mu namozni uzun o'qiydi. Lekin odatdagi farz namozlarda, jamoat bilan o'qigan namozlarda qanday o'qiydi? Yangilarga o'qiydi. Asli uzun o'qsin bo'lardi. Yani shu farz namozlar, masjid namozlar uzun o'qsin bo'ldi. Uzun o'qishmi sunnat shu. Ojiz kishilar olib qolsa, bolalar yig'lab qolgan olib qolsa, undan yangilarga o'qiydi. Lekin hammadan bardosh qiladigan, jalliq odamlar olib qolsa, uzun o'qishmi sunnat. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inni أريد أن أطول الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمتي. Lakin muş namazda cemaat namazı boğusmu gerçi uzun okuydu. Mesela birinci rekatga Sura Bakara desek 2,5 para yakın. Ali İmran o maşında uzun. Yani 2 rekatga 3 para 4 para biz nasıl okuydu. Bunun başka rukusu mu şunda uzun, secdesi mi şunda uzun, aralıkta turuşmu, oturuşmu onda uzun. Yani cemaat imam mu şunda uzun okuyan takdirde galuqisi olmaydı. Çünkü bu farz namaz emas. Bunda uzun okuşuamı bu da vudursa, bundan sonra siz halsınız çıkıp saat kusup okun. Siz farz emas. Bu bunda mecbur adamın çıkıp okuyduğun namaz. Çünkü kötüledik Allah. Bunu bulanmışsınız öyle şu ayarlarla oturun. Yani cemaatning ichida shunday odamlar bor. Sal uzun o'qisa, uzun o'qib deb g'alab qilgan. Sal qisqa o'qisa, mundami tez o'qitam deb g'alab qilgan. Davomli g'alab qilgan odamlar bor. Namozda shu ko'pchilikda shu tutulish ahvoli yetkazsin davomlashtiraveraman. Ya to'xtadi shu. Hatto tanjiliya deganmikin. Ha, bu yerda bir masala bor. Shu namozga ayollarni qatnashamdi, qatnashmamdi. Ha? Hadisda ayollarning qatnashganligi aniq. Sahih Buxoriyda Hazreti Ayşe namazı tuğan çağda salat kusufqa Hazreti Asma kelib hammadan cemaat bilan namoz tuğan ekan Hazreti Ayşe'dan so'rgan. Aya acayip shular bir Alloh taolaning kamal qudratini bildirgan bir alomatmi desa hechnamo'shitgan. Anda u namozni tuğan. O'shidan ketdi, keyin yana o'sha keldi. Demak, Hazreti Ayşe Asma shu namozga qatnashgan. Sahih Buxoriy va Muslim kelgan shu rivoyatda ayollarning qatnashganligi chiqdi. Endi uzun o'qishninki dalili lima ruya annahu sallallahu alayhi vasallam qama fil ula biqadr al-Baqara va fil thaniyati biqadr al-Imran. Lekin bu 2 rekatda 3 para, 3,5 para, 4 paradak o'qigan bo'ldi. Qala fa illam yakun yani ki damir imam al-jum'a fa illam yakun hunaka imamun lil-jum'ati salla an-nasu furada. Her kim öz aldığı yalnız okuydu. Rakatayni ev 4. 2 rekat ya ki 4 rekat. Liannaha nafile. Çünkü bu nafil namaz. Namaz ki 2 rekat ya 4 rekat okuydu. Vel aslı fiha al-furada. Aslı kaide nafil namazda yalnız okuştu. Farz namazda cemaat kılıp okuldu. Nafil namazının köp kısmı şunda değil. Yani yalnız okuldu.
yoki namozni aslida yolg'iz o'qish shu qoidada, lekin ba'zi namozlar jamoat qilib o'qish yo'l qo'ygan bo'lsa, jamoat qilib o'qigan bo'lgan desak bu. Va taharruzan anil fitna, ya'ni fitna fasoddan saqlanish uchun men yo'q chog'da falon imom bo'lyapti yoki soma imom bo'lyapti deb qabul qilmaslik uchun. yoki jutdan da problem chaqirdiga ashvan jazolat etish mumkin. Qala va yad'una ba'daha hatta tanjali ash-shams. İşkirkət ötəgə oxub buldu. Yoki jamoat işkirkətni uzun oxub buldu deyli. Ayaqlaşdırıb qoydu. Ayaqlaşdırgandan keyin kun tutilishini davomlashgan ahvolda o'tirib duo qiladi deydi. Taki kun echilgan qadar. Hakada fa'alahu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunda qilgan. Va qala: "Idza ra'aytum shay'an min hadhihi al-afza' farghabu ila Alloh bid-du'a va-zikri wal-istighfar." Yani bir hadisda fafza'u ila salat dedi. Namoz o'qish, duo qilish, zikr qilish va istig'for aytish kerakligi bu hadislardan chiqadi. Qala fi khusuf al-qamari yusalli kullun wahdahu. Ay tutilgan chaqda Hanafi mazhabining qarashi har kim o'z oldiga o'qiydi, yolg'iz o'qiydi. Jamoat bo'lmaydi. Lekin jamoat yig'ilib o'qib qolmaydi. Lekin jamoat olib o'qish sunnat emas demak. لأنه يكون ليلا فيتعذر الاجتماع. Çünkü ay tutuluş kechida bo'ladi. Shu chaqlardagi sharoitda aynı zamanda yig'ilish tez bo'ldi. Hozir ba'zi yerlarda tez bo'lishi mumkin. Shaharlarda qulay bo'lishi mumkin. Ve hakaza fi zulmati var-rihi ve khawf al-adu lima rawayna. Shundaqla qap qorong'ulik bosib ketgan, zulmat bosib ketgan, bo'ron chapqon, judulla ketgan va dushmandan ansirgan, ashunda yer tavirgan, yoki tsunami va ashunga o'xshash qo'rqinchli dahshatli ahvollar bo'lgan chaqlarda namoz, zikr, duo, istig'for o'qish ba. Lima rawayna, yani biz yuqorida rivoyat qilgan fa idza ra'aytum shay'an min hadhihi al-afza' fafza'u ila as-salat degan bo'lgan. Kun tutulganda bularning shu yer tutulganda yaşayan bazı yerlerde mesela kısıklar öder kişi mümkün mesela o 5 minutdan görülen ahvalda oluyor. Anda vaqtda biz mayatını gene qiraatni uzun qilish usulida vaqtida qiraatni uzun qilish mumkin emasmi yo yo'q shu kun tutilish oyoqlashgan qadar o'qiymiz. Kerakli namozni tamom qilamiz. Tamom qilamiz. Ko'pincha ahvolda kun to'liq tutgan holda hali uzun tutildi. Mesela 2 soat bo'lishi mumkin. Şuna şu kun içilgan kadar davam etip okuyordun. Yani meslede aynı okuş lazım aslında. Mesela ötken 5-6 yıl ilgili Kumul tarafta kırıldı o gün tutuluş. Lekin bizning darimizda kun tutuluş namazı okumaganlığı namalum. Buna şu kun tutuluşning insan bazı yerlerini ko'rganligi ko'rgan joyida o'qiydi. Müşahit olsun. Vallahu a'lemu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.